أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli kardeşlerimiz, bu katılımda yine dersimizge yine hoş geldiniz. Bizdeki bu katılımda dersimiz Ramazan'daki ahırlarda ve Ramazan'dan keyin kılıngan bir neçe ibadetlerimiz var. Biz müşriki üstüde toxtunuz. Şimdi Ramazan ay ulug' bir ay. Hem Ramazan ayını tutuşun ibaret olan İslam dinimizde belirtilgen 4. asas rukunu olan yani roza tutuş diye bu kalkını yani faaliyette kılıngan bir ay. İnşallah Ramazan'a tügeyden azkat kaldı. Bunu diki kılıngan yeni bir muhim olan bir ibadet var. O ibadet kavga ise sadaka fitre. Sadaka fitre dediğimiz sadaka fitre diyen yani fitir diyen gepniki üze yani Ramazan'ı tügütüş arkalı yani Allah Teala bu adamdaki Ramazan'ın 5'ini tatip Ramazan'ın tügütü hatırcan Ramazan'ı böyle tügütü aldı. Tügütü algandaki bunundaki bu adam iftar kıldı. Yani yap içip yani 3 vaxt yandı, 4 vaxt yandı. Yani yeyildiğen yani ağız geçirildiğen gündüzü bile Ramazan'ın içinde iş bulmaydı, içki bulmaydı. Şunu da bir kanç işlerini hem kılışkı bulmaydı. Bu Ramazan'ı ticamet tügütü algandaki hem de bu ağzımız geçirildiğen bir vaxt geldi hem de yani gündüz yiyselme, keçimiz yayımız mı, gündüz yayımız mı? Mene bunu Allah Teala bizge müyesser kıldı. Şu işki müyesser kıldı muvaffak kıldıkken, mene şunu asasen mene buyurulduğun bir sadaka, yani zakat deyimiz. Mene bunu ne dep atıldı onu sadaka fitre dep atıldı. Yani fitirmeki zakite diye. Yani Allah Teala mene şu 30 günlük Ramazan'ı ticamet tüketkendeki şunu ki şükran sıbırahen buyurulduğun nime o zakat diyen gependi. Hem de zakat diyen ma'nini kam oldu. Yeni bir sadaka fitreme deydi. Yeni bir sandaki zakat fitre diyen mundak yapmış. Onun başka zakatın nefs mi deydi? Yani zakatı ras. Yani Allah bu adamge mene candan ibaret olan bu ruh bilen koşulup bedenden ibaret olan bu nefsini belgendikken şunuğa binaen Allah'a şükür kılış. Yani bunuğa asasen buyurulgan yani zakat diyen gibi. Yani şu zakatı Allah şu nefsinin yüzünü Allah Teala o bedenini o adamı belgendikken yani bu itibaren Allah'a rahmet etip yani bunu paklaş yüzüdür. Yani bedenimizdeki yüzünü paklaş yüzüdür. Yani buyurulgan o zakat diyen müştakip çok buldu. Bunun hem de lügat mensimine bu buldu. Hem de bu zakattaki lügat mensimiş boğandırken bu zakattaki şer'i mensi, sadaka fitrindeki şer'i mensi ne olduysa sadaka fitrindeki şer'i mensi yani bir Müslüman bir adamniki balagat yetken bir Müslüman adamniki müstakil yani zakat belgede boğan bir adam bakın. Şu adamdaki üzüden Ramazan'daki ahire, Ramazan'ı tüketkendeki yani bayram namazını okuşundaki aldıda tam, yani şu gündeki üzüdeki tam yorgandaki bayram namazını okuşundaki aldıda yani şu verildiğin mahsus, muayyen bir nesi var. Mesela konak, buğday, homa, kişmik ve yaki bulmaydı onunki kıymeti. Yani bu şu nesiki üzerine şer'i İslam'da ne deyimiz onu sadaka fitre deyimiz. Yani sadaka fitre degen bu adam keşkemez adam yalnız bir iş bulmaydı. Fakat mümin, Müslüman adamın yüzü bir iş çok gerek. Çünkü kafirlığa bir iş dursemez. Çünkü o kafirlığa bir iş onu mükellef olmadıysa aldığından iman ediyor. Aldığından Müslüman buldu.
Onundan keyin unuga andan keyin islom dinimizdagi ahkam bo'lgan namoz, zakot, ro'za va sadaqa fitra deganida bunday bir ibodat andan keyin u odamniki gadiniga vojib bo'ldi. Endi u odamning o'zi yo'l bo'lishi kerak dedi. Endi hozirgi davrning o'zida qulluq bir davr yo'q. Ya'ni shaxsiy odamniki o'zi qul. Buna bir davr ish yo'q. Endi bu odamning o'zi qul bo'lgan bo'lsa, u chog'ning o'zida bu odamga mana u zakotchi, vojibchi bo'lmaydi. Qul odamniki o'ziga. Mana u odamning o'zi er bo'lsin, ayol bo'lsin, mana shu odamning o'zi musulmonlar bo'lsa, bu odamniki gadiniga zakotchi, vojibchi bo'ladi. Mana bunday nima yo'q. Endi bu zakotniki o'zi mana vojib bo'lishligi o'zida mana o'lmalarimizdagi o'ttirisida bu yerda ixtilof bor. Bu ixtilofniki o'zida mana bizdagi Hanifiy mazhabda shu sadaqa fitr bermoqchi bo'lgan odamniki o'zi mana zakot bera oladigan, zakot berish imkoniyati bo'lgan, zakot berish imkoniyati bo'lgan degan qo'l elikidagi mol mulkniki o'zidagi hojat aslidan eshib, o'zining hojat aslidan eshib, ya'ni nisobga yetgan miqdorda bir yillik pul bo'lgan odamniki gadiniga bunga vojib deb bizdagi Hanifiy mazhabdagi o'zida buni bundoqcha qaraydi. Ammo boshqa mazhabdagi o'zida bundoqcha qaramaydi. Chunki jonniki bo'lgandan keyin uning boshqa 30 kunlik ro'zadan iborat bo'lgan bu ro'zaniki o'zining xotirjam, tinch-aman, obdan mana ado bo'lganligi uchun uning boshqa Ramazon ro'zaniki o'zida o'sha g'aybat shikoyat, o'sha bo'lmag'ur ro'zaniki asosiy ro'yga uyg'un bo'lmagan, o'sha xato bir ishni mana qilib qolgan bo'lishi mumkin. Buni kafforat uchun qilinadigan bir nima deydi, uni sadaqa deydi. Unda o'lgan o'lmarimizning o'zi bu sadaqa fitrniki o'zini vojib har bir odamga berish bu chaqlik o'zida men vojibchi bo'ladi deb bu yerda nima qildi, u yerda qaraydi. Unda o'lgan mana sadaqa fitr degan mana u musulmon bo'lsa, er bo'lsa, mana cho'ng kichik bo'lsin. Mana u mana shu bolaning o'zi bovoq bo'lsin, yaqin yosh bo'lsin. O odamniki o'ziga o'zi mustaqil shu odamniki o'ziga zakot berish, sadaqa fitr berish vojib bo'ldi. Shuningdek, o'ziga berish vojib bo'lganda bu odamniki qo'l ostida kichik bolalar bor ekan. Bularga yetmagan, belakchi ketmagan, kichik bolalar bor ekan. Shuningdek boshqa bu odamning masalan qul xizmatchilari bor ekan. Masalan qul xizmatchilari bor ekan, qullarniki nemisi turlari nachi quldu mudabbar deydi. Muvalat deydi, mukatab deydi. Mana mushunda mana o'chalik o'zida u bo'lgan bo'lsa, mana u qullarning o'zi kofir bo'lsa-mu, u odamga tava baqadigan. Mana o'shalar bo'lgandan keyin mana mushu kishilarga u odamniki sadaqa fitrini berish vojib. Mana oldidan o'zidan shuningdek kichik bolalar. Chunki bu kichik bolalarniki o'zi bilan chiqolmagan. Mana balog'at yetmagan. Shu bolalarniki o'zini bu odamniki gadiniga berish vojib. Mana vojib bo'lgandan keyin shu odamniki o'zi mana o'ziga kichik bolalarga va qullar qolgan bo'lsa, qullarning o'ziga. Endi bu gapni qilsam bo'ladi, hozir qul bo'lmagandan keyin shunday bo'lsa-mu, bizdagi kitoblarda bo'lgandan keyin burungi davrning o'zida bu qulluq davr, bir 200 yil endi buni amalda qoldirdi. Mana islom dinimiz qulluqni amalda qoldirishda noyati chiqishchi chiqargan. Mana asos faoliyatniki xato o'tkazib qolsa, uniki mana beradigan kafforatniki birisi qul ozod qilish. Mana bu shu insonlarniki diniy e'tiqodga bu yerga insonlarning bir-birisi qul qilishga iborat bo'lgan bu narsa yo'q dishdi. Undan keyin men shunday qul bo'lgan bo'lsa, shu odamniki o'ziga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadisi degandek, mana buğdaydan yerim sa yoki un, yoki olmaydi arpa, yoki arpaning uni, xurmo yoki pishirish bo'lgan bo'lsa, mushundan yarim sa, ya olmaydi bir sa miqdorda u odam men oshini cho'p berdi deydi. Bu nima o sadaqa fitr. Endi bu yerda buniki sadaqa fitrdagi vojib ekanligi Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki bir qancha hadislari cho'p. Mushu hadis asosan biz bu sadaqa fitrniki o'zini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'z payg'ambar bo'lgan ta vafot bo'lgan qadar buni terk etmay qilib kelgan bir nima o ibodat. Shuning uchun biz buni vojibchi deymiz. Eng birisiga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki mana hadisi var Ibn Ömer radhiyallohu ta'ala anhu'niki rivoyat qilgan hadisida
Peygamber şuna deydi. Feraza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zakatel fitr min Rabbane sa'en min temrin ve sa'en min şairin. Alel abdi vel hurri vel zeker vel unsa vel sagiri vel kebiri minel muslimin. İbn-i Ömer radıyallahu anh şuna deydi. Bu hadisteki üzerine İmam Bukhari ve İmam Müslim rahmetullahi aleyhimala rivayet kılan sahih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mene zakatul fitrini Ramazanda xomidin bir sa, arbidin bir sa, kulga, hörge, ayol, kichik, cho'ng musulmonlarning hammasiga berishga bu yer farz qildi degan İbn Ömer radhiyallohu anhu so'zi bor. Bu yerda farada deganlikning o'zida bu yerda endi o'lchab bakitdi. Ham uni qilmish qattiq bo'lmaydigan bo'ldi degan shu so'zga asosan bu yerdan bu Peygamber aleyhissalatu vesselam'niki ma qilgan so'zidan bu yerda sadiq fitrniki o'zini vacib bo'ldi deb bu yerda nima qilindi? Qardildi. Endi sadiq fitrniki vacib bo'lishi hijratniki 2-yili mana Şaban oyiniki o'zida. Mana hijratniki 2-yil bo'lgan Şaban oyiniki eyda buni vacib qilingan. Bu nima uchun vacib qilgan deganda men oyatda deganimizda Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'niki meni hadisi var İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet qilgan. Meni Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem shundoq degan. İbn Abbas radıyallahu anhu Feraza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zakatul fitr tuhratel bis-saim minel lagwi ve rafasi ve tu'metel lil mesakin. Men eddaha qabla salati feyye zakatun makbulatun ve men eddaha ba'da salati feyye sadakatun mine sadakat. Deb Peygamberimiz müştaqçı degan. Meni Peygamberimiz farz qilib bekitdi deydi. Sadak fitrni ro'za tutgan odamniki ro'za tutish jarayonida mushuna bekor, mushuna sab, g'ayrat shikoyat, men ro'zaga uygun bo'lmagan, mushuna xato, gunoh, ma'siyat, meni aloqador bo'lgan gaplarni qo'yilgan, mushuna bir ishlar bo'ldi. Ham o'ziga foyda bo'lmagan, hech qanday bir uning foydasi yo'q. Mushunda bir gapni bu odam çok qo'ydi. Endi meni necha qator dedik, Ramazonniki shu zo'liqya iftor qilishib bo'lgan orlandagi o'zida bu odam asli ibodatni ichida turdi. Ibodatni ichida turdi. Qandaqki bir odam takbir o'qib vassalom deb salom beruvchi orliqda ibodatni ichida Allohni olib turgandek, bu odamniki shu zo'liqni yapib to'xtatgan vaqtdan tortib iftor qilishib bo'lgan orliqda bu adam Allah'nınki aldıda mene Allah beni körüp durdu deb şu Allah'ın icra qilish arka mene özünki ibadeti içi tutulan bu. Mene bu itibardan bu adamniki özü mene bu jarayonda hech qanday vaqtning o'zida mene yolg'on gap qilmaslik, mene böktal chaplamaslik, qari chaplamaslik, haqorat etmaslik, urushmaslik. Mene buni asas tavsiya qilinadi. Şoň Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem kimiki shunda mushtaq urushib qolsa, yanib qolsa, u odam darhol men ro'zador desin. Yoki bo'lmaydi darhol u yerda qilib kelsin degan mazmunda Peygamberimiz sallallohu aleyhi ve sellem'ning hadisi var. Mana Ramazonning 30 kunning ichida mushunda o'xshamagan ba'zi bir xatolik, mana o'xshamagan ba'zi bir mushunda g'ayrat shikoyat, vaqtdan chaplash, lag'va, bekor, men mushunda bir gaplar bo'lib qolishi mumkin. Asli ibodat bo'lgandan keyin ibodatning ichida meni hech qanday vaqtda o'zida bekor turish qilib bo'lmaydi. Masalan, itikofda. Itikofning o'zida bu itikof kirgan vaqtda tortib bu odamniki shu itikofga chiqayotgan qadar u odam bo'sh tursa bo'lmaydi. Ham dunyoning gapini qilishga ham bo'lmaydi. Bu ibodat. Unda o'nki Ramazonniki ro'zniki asli tabiiyki bu. Bunda o'nki shu jarayonning o'zida bu odam ba'zi tarafda xato, mushuna bo'xton, qora chaplash deydigan mushunda bir gapni ham o'zi uchun millet için, din için, dünya ve ahiret için menfaat olmayan bir gapni için bir işler tutmağın için mümkün. Yani bunu paklaş için değil Peygamber. Bunu paklaş için Peygamber nime kılan? Sadık ibadet olan zakatı fitrini şu farz kılan. De, yani İbn Abbas radıyallahu ta'ala'nın müştakçı değil. Şimdi yeni bir sigende tuğmeten mesakin. Mene sadık fitrniki, zakat fitrniki vacip bo'lishiki yeni bir hikmet, miskin adamlarga yemek olsun de. Miskin adamlarga o'zi
Ramazonniki tugagandan keyin u yer bir bayram bor. Bayram degan gapning o'zi xo'shallik degan gap. Xo'shallik degan bo'lgandan keyin bu chani o'zida g'ayriy odamning o'zi. Masalan, faqat odamning o'zi bu bayramning o'zida qo'shaq narsalarni u chani g'am qilgan gap. Mana g'amni yo'qotish uchun. G'amni sonda deganda bir kunlikning o'zida mana bu odam mushu payg'ambar mushu kishilarga zakat sadaqatini vojib qilish orqali mana u odam narsa qilib mana g'arib miskinlarga uchun beringlar, u uchun xushal bo'lsin, hech bo'lmadi deganda bir kunlik o'zida mana xushal qoram o'tsin, bu odamni qashirib unda bechora g'arib o'tsin degan men sababdan mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam yoki fitrdan bo'lgan biz otib qilayotgan sadaq fitrni vojib qildi. Endi bir odam bu sadaq fitrniki o'zini mana bayram namoz o'qishniki ado qilgan bo'lsa, bu fitrni u odam jazman bu maqbul olur. Ya'ni bayram o'qishniki oldida sadaq fitrniki o'zini bu odam ado qilgan bo'lsa, maqbul bo'ladi. Alloh buni qabul qiladi. Endi bir odam namozdan keyin, bayram namozidan keyin u odam qabul qilgan, ado qilgan bo'lsa, o'sha o'zi bir sababli bo'lsa, u bir sadaqa bo'ladi. Sadaqaning qatori sadaqa u sadaqa fitr olmaydi. Xayr ihsoni qatori ketadi deb men Ibn Abbas radhiyallohu ta'ala anhu men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan men mushtaqcha rivoyat qildim. Mana mush ikkinchisiki sababidan bu sadaqa fitrniki o'zini biz nima deymiz, uni vojib deb çok bekitimiz. Çok bu. Yani çok bu. Buniki vacip. Bunu qat'iy qilmish çok bo'lmaydi. Endi vacip degandan keyin nima bu farz emas. Vacip degandan keyin o'zi mana Qur'oni Karimda uniki hukmi Qur'oni Karimda bo'lgan bo'lsa, u hukmning o'zi qat'iyat subut bo'lgan bo'lsa, o'sha o'zida bu Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisi chiqqan. Mana mushundaq ahkamlar bo'lgan bo'lsa, uniki eng yuqori darajasi vacip bo'ladi. Vacip bo'ldi mana sadaqa fitr mana shuning uchun qatorida. Unda o'g'andiki men sadaqa fitrniki vacip ekanligi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam mana hadis ham o'zi qilgan amaliyatga asosan davomli qilgan bo'lgandiki shu hijratning 2-yilda tortib men davomli o'lib ketganda har yil qildiki u chog'imizda bu sadaqa fitrniki o'zi bu yerda vacip bo'ldi. Vacip deb çok qaraymiz. Endi bu sadaqa fitr kim vacip? Yani abiyatimde dedik, yani yeni bir kata değişik doğru keldi. Sadaqa fitrniki o'zi mana kim vacip? Sadaqa o'zini berish adamning o'zi mana musulmon bo'lishi, o'l bo'lishi, mukallafchi bo'lishi kerak. Mana o'l bo'lishi kerak. Endi shu adamning o'zi Hanifiy mazhabga asosan sadaqa fitr beradigan adam mana nisabga ega bo'lgan, ya'ni zakat bera oladigan, qurbonlik qilingan adamdek mushundaq iqtisod ega bo'lgan bo'lsa, bu adamniki gardiniga berish vojib. Ammo buniki g'ayriki kishilarniki olimlarimizniki ko'z qarashicha bu adamning o'zi o'ziniki bir kunlik yemak ichmakka yetadigan adamniki har birisiga zakat vojib. U sadaqa fitr vojib deydi. Sadaqa fitrning o'zi u zakat beradigan adam emas deydi. Chunki bu sadaqa fitrniki vojib bo'lishini mana oldingi mana bir oz avval degan mushu hikmat, mushu sababniki yuzidan bu yerda payg'ambar unda degan uchun yo'q. Unda o'g'andiki bu yerda u odamniki bir kech kunduz, ya'ni bir kech kunduz o'zi va oilasi boqadigan narsa shu odamga mana sadaqa fitr berish mening bo'lib o'tgan yuzidan vojib bo'ladi deb qaraymiz. Ya'ni asosda tarjih qilganimiz Hanifiy mazhabda shunaqa bo'lsa-mu, lekin sadaqa fitrniki asos vojib bo'lish hikmat va sabablar qarg'an vaqt o'zida har bir odamniki gardiniga sadaqa fitrini berish vojib. Sadaqa fitr vojib. Chunki u odamga Alloh taolo tanni berdi, tan sog'lom, meni hayoti dunyo mavjudlik tutdi, noyat ubda yashayotdi. Undan boshqa 30 kunlik ro'za saq-salomat tutib oldi. Undan boshqa bayramning o'zida mening pulim bor deb u odamniki o'zi mana qahramon o'chan o'zini sog' g'arib miskinlar uni tashlab qo'yishga bo'lmaydi. Mo'minlarga nisbatan bir badan. Unda o'g'adikin mana bir odamniki qo'shnisi osh bunda bo'lgan bo'lsa, u odam qahramon qo'saq to'yg'izgan holatda, bunda beg'am holatda yetib unda qilsa bizda emas.
degan mazmunda Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning hadisi çok var. Ana olanki bunun asasen mana şu adamniki men musulmonlar bo'lsa, degan adamniki men kichik bo'lsa, cho'ng bo'lsin, mana u adamniki gardiniga sadaq fitrini berishniki o'zi eng yaxshi deb cho'ng qaradi. Cho'ng bunga o zakat berish menga o'shan beramaydi ekanman, men qurbonlik qilishga imkoniyatim yo'q. Men sadaq bermasam bo'ladi ekan desim uchun bo'ladi. Lekin eng yaxshisi bu nima qilish kerak? Buni berish kerak. O'shanimizda eplib turmay adroq bo'lsa-mu hamda o odamning o'zi beradigan, berish orqali o'zidagi vijdonini, ruhiyatini, o'zidagi ma'naviyatini bu chog'da o odam meni rohatlantirish kerak. Qo'shib qoladi odam. Bir narsaga yordam qilib qo'ygan bo'lsa, o'shanizda ichiga qo'shilib, mana bir rohat qilib davomli bir odam qilishib, bir narsa oldiga xor odat emas, men bir faqat deydigan bir xil odat bo'lish kerak. Uning uchun biz her bir adamga, men cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin, adamniki o'ziga sadaq fitrini berishniki o'zini men vojib degan gapni asos nima qilingan gap tarjih qilinadi. Endi kimga kim berdi desa, o'shan o'zida bu zakotniki o'zi. Mana o'ziga, mana u odamniki o'ziga berish kerak. Shuningdek u odamniki gardiniga nafaqa berish vojib bo'lgan kishilar bor. Mesela kichik bolalar, mesela ota-onasi qirib qolgan, yoshib qolgan, qo'l ilkidi yo'q. Ya bo'lmaydi ayol. Ayol bo'lib qolgan bo'lsa, o'shan o'zida o ayolniki ayrim bir mustaqil, mana puli yo'q o'shan o'zida. Ammo ayolniki o'ziniki mustaqil pul bo'lgan bo'lsa, o ayolniki o'zi o'shan o'zida o'ziniki pulidan berdi. Ammo o ayolniki pul yo'q. Bog'liq. Unda o'niki buni yerichu berishu kerak. Shuningdek, mesela xizmatchisi bor. Deydi. Mana o xizmatchisi varki o adamın bütün işleriniki hammasi bu adam iyi chiqadi. Mesela yemek pishmak o'shan o'zida buniki xizmatini men berishim kerak. Endi o adamga infaq qilishi vojib bo'lgan. İslam dinimizde o adamning bütün rasullarni berish o adamniki gani vojib bo'l deb qaralgan kishilarniki sadaqa fitrini o adamniki berish vojib bo'ladi. Bu kim o? Mana ota-onasi, kichik bolalari, xotini, yani ayoli, yani yüzün ayrımı olmasa, yani bu. Ama onun başkaları, mesela akılları var, ağaçları var. Uçanın üzerinde bununla o adamniki gerdiniga bununki sadakatini, fitrini beriş vacip emez. Onu sorulmaydı. Çünkü ular ayrım bir insan boğandikin üzçü beriş gerek. Ama mesela bizdeki hazır devrimiz gelecek. Mesela tuqqanlarımız hazır ana neçe yol kürşamayvatımız, onda qandaq oldu, qandaq emas, uçanın yüzü biz qalmayvatımız. Ama bir iş imkanı var mı, yok mu der. Mesela tuqqanlarımızdaki, akımızın, ağaçımızın, sınırımızdaki, ya da başka bir ağabeylerimizdeki aşında işleri bu kalan olsa, eğer o adam demişse mi, biz yani hayriyet kılışı yüzselim, uçanımızda aş adamdaki sadakasını, mesela vatandaki ya başka yerdeki, mesela başka yerde yalakılı bulur emdik. Bu vatandaki hazırda ahval pek eğri olan iken, ben uçanın üzerinde o tuqqanlarımıza ben asasen ben koyar. Dese uçan yaxşı iş. Ama o adam geldi vacip emez. Çünkü o tuqqanlarınki, ben ak ineleri, ağaçları ve sınırlarınki ve başka tuqqanlarınki yüzdeki nefkisini ben beriş o adamın geldi vacip emez. O adamınki geldi vacip olan ata-anası, yaşayıp kalan ata-anasını bekiş. Şunu da özünün puştidi düşken balları, kişi balları olan olsa, ben bunu bekiş, şunu da ayağını olan olsa, ayağını bekiş o adamın geldiği vacip. Yani bu itibarına bununki sertifikatini o adam için berdi. Ama o adam, o adamın üzeri, o kağın tuqqanlığını kellef emez, ama verse pek yaxşı bolu dendi. Şimdi, hoş, bu sadakatinin üzeri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadisinden. Mene ne deydi o ise, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'deki hadisinden, mesela Homa, Apa deydi. Onun da başka beni küçük deydi. Onun da başka beni her xil müşudak nesili var. Ana o andaki bu yerde buğday, apa, Homa, küçük ya ki gülüç, ya ki buğday, ya konak deydi. Beni müşü insana esi
nima yemek, ya'ni u odam uzuq deb atilgan narsadagi o'zidan tushunuvchi berishi kerak. Mana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisida men mushuni nima qilgan ta'kidlagan. Bundan mesela bir saat yoki yarım saat. Ama biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonida mana buğday pishmak va xominiki mushu bir soat yarim soat deganiki hammasiki asos qimmat jihatda pulga nima qilib o'zida bu barobar teng. Barobar teng. Keyingi davrning o'zida bu o'xshamaydigan bo'lib ketdi. Masalan, hozirgi davrda olaylik. Mana buğday apa ang azon, unidagi buğday, unidagi masalan guruch, xoma, mana mushundoq keldi. Buningki o'ttirsida bu qimmat jihatda noyatbek izbaslikchi o'par. Buni qarab nimadan hech qanday vaqtimizda xom beradi demaydi. Asal deb qolgan barmi taqvoni yo'q demakchi emas, shu mumkin. Va undan boshqa kuchlik. Mesela bir xominiki kilosi en az 10 lira azime yedi bo'lgan bo'lsa, ya 15 lira bo'lgan bo'lsa, uniki en yuqorisi 150-200 var. Kuchmishniki mesela 20-25 lira yoki ashlab bo'lgan bo'lsa, uning yuqorisi mesela 60-70-100 liraga chiqib bor. Buğdayniki kilosini alsak hozir ana mana unniki nemasi alsak mesela hozirgi mushu 1442 yil hijriy hisobida 2021 yıl men mushi itibarda 4,5 lira atrofida. Men 4,5 lira atrofida 1 kilo nima. Unda u 1 soat degan 2 kilo, 2,5 kilo atrofida. Yarım soat degan 1 kilo, 1,5. Unda o'g'aniki bu yerda egizpas boshqa bo'lib ketdi. Endi bu ibodat o'g'andiki bu ibodatdagi nimasida o odamning o'zi no'tan qilish kerak. Yaxshi berish kerak. Alloh buni qatta bu odamning bo'lgan foyda bu dunyoda bo'lmasa u dunyoda bor. U resmen bo'lgan foyda uning qarag'avat o'zida bu odam tal uddanni berishi kerak. Bu bunday qilishga kirishib. Endi Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki hadisida men mushtoq so'zlar ko'p bor. Endi yana birisiga Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamniki zamonida u davrniki o'zida mana hammamiz bilamiz bu pullar tijorat qilishi nihoyat oz bo'lgan bir davr. O'shaningizda shu naskarani malniki o'zi malni tegishtirib ishtaq qilgan bir nima o tijorat asos shuchasi bo'ldi. Bu pul ne bo'ldi. Şuna Peygamber Aleyhisselatü zamanındaki insanlarınki mesela yemek içmekte buğday 2 kilo bir olsa bir kündüz o adam koşup toydu. Muşta bir adet. Şuna Peygamber bunu çok kıran. Şimdi bununki yüzünü bersek eğer o adam benim muşu dep koyduk. Ben uçan buğday bir işlemeden şükürdü apını 2 kilo 3 kilo bir işken. Şimdi bu çağımızda yukarıda yeğilisteki mezmunu degende mene mümin şu gayr miskinlerini hoşal kılış, onun yemek veriş, onun hoşallandırış, onun ihtiyacı kandaş, onunki mesela rozukka adam hata iş konusunda kaparet kılış degen bu mezmun kırgavak yüzde bir adamga şu gayr miskinle hazır unu bersek ya buğday yemese hoş bulan. Bu yerde onda digendikti biz. Her biz hedisin ememez. Bu yerde İslam dinimizdeki ahkamdaki cezmen kök kısmındaki hemmesi ma'lum. Yani onunki nemi üçün tercih kılganlığı o yerde akıl tefekkür akılış arkalık onun sebebini bilinirdi. O sebep için bilinirdi. Bunun da ayet hedisin yüzü var. İnne depkirdi, diyen ne depkirdi. Ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yukarı diyende tuhmeten lil mesakin, töhreten lis saim diyen mef'ul lehni keltüş arkalık bunu ne biçim oldu ise bu sebepte bu akli delil. Anda o adaki bu yer ölmalımız deydi. Bu yerde garip miskinlerindeki üzerine naik hoş kılış, onu rahatlandırış, onu bir günlük olsa bayram halet ekiliş sebep boğan diken. Bununki onluğa o adamdaki üzü onunki kıymetini basip buldu değil. Bunu kıymeti de bazı boludur diğerlerinin üzüdün. Hiç kanda bir adam yüzdeki şahsi tefekkür arkalı kan emez. Bunun katarı da sahabı var. Ömer radıyallahu ta'ala'nın, Abdullah ibn Ömer, İbn Abbas, İbn Mesud, Muaz ibn Cebel ve onun başka selef salihillarınki, selefi de atılvatkan, seleflerindeki devrde ötken, benim köp müşterek, şunu da İmam Ahmet Hanbel'deki mezhebedeki bir rivayette, onunki nelik nemini amiyasi bergenligi orada buni qimmatini basib bo'ldi degan. Shuningdek Imom Shofiy rahmatullohi alayhi mazhabidagi keyingi o'lmalarimizdagi nimasida mana bu qimmatini bersa eng yaxshi bo'ladi deb bundacha hukm chiqadi. Endi
Buniki qimmatini berishniki o'zida, yana islom dinimizdagi o'zida boshqa yerda bir hukmchi bor. Bu qonun, masalan, haj, bu usul fikrida deyiladi. Biz endi hechiki zoir qarab amal qilsak yaxshi. Ammo yin bir tarafdan biz endi bu asli islom dinimizdagi ahkomniki o'zi, bütün ahkom, faoliyatning hammasi bu ma'lum masalahil ibad, bandalarniki manfaat uchun u yoq qo'yib qo'yilgan bir ibodat. Meni hukm. Unda o'g'liki bu yerda insonlarniki foyda olish jihatdan bekitilgan narsa o'g'liki hozir davrdagi insonlarning foyda olish nimasi pul, iqtisod. Buni belg'avatımızda o adam pulni bersak, o'sha o'zidagi ehtiyoj nima bo'lsa, buğday alamdı, qo'y alam, qo'noq alamdı, ya guruch alamdı, ya buğdayni mesela xom alamdı, ap alamdı, mayli o adamning o'zi kishilik alamdı, ya kiyimki boshqa alamdı. O'sha o'zida bu noy uddayavchi tushur. Endi buni keyin birsi, mana hajniki bir hukm bor. Hajning o'zi bir adam jinoyat qilgan bo'lsa, Qur'onda bor. Şu Kur'an-ı Kerim'deki üzere eğer ihramlık alet tutup bu adam bir cinayet olması cinayetdeki üzere yani adam şu öldüğü yerdeki aşı bahas kankilik ya bu olmaydı misal degen yani okşir ber degen bir iki xil ma'ni bildi. Birisi surat okşar, yine birisi ma'nideki yani kıymet cihati okşar. Ama onun için uçan yüzde surat olgan bolsa mana qo'y degan o'shkiga o'xshaydi. To'g'i degan kaptani sal cho'ngroq. Mesela to'g'i degan mesela yava kepterdek bir nime mesela yav degen mesela şunu okşaydigan cicicik deydigan munda nimeler var taktak deydigan nimeler var. Meni bunu beringlar eğer şunu o'tib shuni bersin deydi. Eğer uni bersa ma'niy tarafdan bo'lgan uniki baholaydi Qur'oni Karimda bo'lgan men degandek asosan u yer mesela o'ltirgan shu hayvonni mishat qancha pul oldi deydi. Mancha pul 20 koy ya 30 koy degan bo'lsa o'chamizda shuniki 30 koyni berdi deydi. Bu yerde İslam dinimizde ve Kur'an-ı Kerim'de bunun için oturup koydu. Koyduğundaki bu yerde ben Peygamber'im açtık dedim ayetiste ama onun kıymetini belgenin üzeri ben zahirde biz konağını buğdayını belgemeden lekin manide onunki yine aplikaya boğulan bir tarafından yani biskillerindeki yine ihtiyacın üzerinde daha kandıran boğanı, koşan kan boğanı iken bu itibarının üzerinde anını kan bulduk, ada kandık bulduk der. Yani ölüm anımız bunun için hazırki devletimizde bunun için tercih edilir. Şunu da hazırki zaman, yan zamandaki fetva ölümalarımız, bu şu Avrupa Birliği'ndeki fetva grup ölümalarımızın nemisi, yani kıymetini dersi çok boludur. Mesela şehirdeşken yanı yüzüde, hazır berip hem de Avrupa'da yakmış çoğu şehrin yüzüde bu yayı yapırıp ben sadıklıktan vermeden konak buğdayını apırıp kötürmüşse, bu nereden tapıdı bu? Bu nereden tapıdı? Yani İslam dinimizdeki ahkam mesleki vakti yüzüde, yani asas cıh terfi bu nime o makul. Uniki akıl ve tefekkür onun için bilgili olur. Ama onun ma'lum bir kısımları var. Ma'bud yani ad. Yani o nime ta'budi. Onu kat'i bunu akıl işletiş için bulmaydı. Allah'ın Resulü ne mi dedi? Biz şunu için kılınız. Bunun için bu. Ondan o ki bu yerdeki üzere sadak fitrindeki kıymetin veriş meselesi de tarihte bu yer. Yani tarihte bu yer anca nememez. Onun için çok kemmeydi. Talaş tartış yok. Senetlerindeki Ömer Rızallahu Teala'nın, Ebu Bekir, onun başka Abdullah Mesud, Abdullah Abbas Katarlık sahabının devri tartıp bu iş çok yol koydu. Hatta Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyh 5. halifede atalgan Adem'in üzüki mektubunu sizler muş nersini sizler çok bir ona ya olmaydı bunu kıymetini versin deyip üzüki vaazları şuna hatçı mektubu kötü yollagan. Yollagan bo'lgan ekan bu asosiy jihati bu mushuni muqimlashgan. Endi bizniki dinimizda islom dunyosida bir mazhab bor. Bu mazhab ahli zohir deydigan. Bu ahli zohir degan o'zini men salafiyda uchan o'zida aralıqsa xalqning o'tirish fasad tug'dirib, mushu ahli sunna va jamoaning ittifoq kelgan masalani o'zidan rahat shazdab qatag'an aşk ko'tarib chiqib, bu musulmon mo'minlarning o'zi ko'ngli parakanda kirib, o'z cho'pir ish qilayotgan ahli zohir onunki akıl tefekkür işlemeyidigan muşundaq bir ma'lum bir dərd insanlar. Bu deb zahir qarab açtaq üçün nima qiladi? Mana hozirgi dunyodagi, mana islom dunyosi deb atlayotgan, mana musulmonlar bayonlik o'zi azod parakanda bir tarafi shu. Tarixda bu ham shu xavarij shu. Bu xavarijlar bu. Xavarijlar oyat hadisi zahir nima bo'lgan bo'lsa, buniki aql ishlatmaydi, shundoq qilamiz. Buniki hech qanday taraf qaramaymiz deydigan bir turkum. Mushundaq bir xavarij iborat bo'lgan muşu azul kırıkçı çıkan. Bununki dep
kötüp çıkan geplikçi muşu. Onda oldayken bununki ha deb munqarşı o'g'ab fikrini ha deb yeyib qapıdı, lekin u bir huba bo'lgandan ma'lum darajaning o'zi yo'qolib ketadi. Davomli shu vaqtda shu ko'tarib chiqadi. Mana biz bu ahli sunnat va jamoat salafiy deymiz. Biz salaf ulamolarimiz nima desa Imom Azam salaf, Imom Shofiy, Imom Ahmad va uning boshqa imomlar ham salaf zamonida o'tgan olimlar katta. Hamma salafiy deydi. Biz salafiylik gapini qilamiz. Biz sahobaning gapini qilamiz, uni chiqaramiz. Bu yerda salafiy deb andaq gap qilishniki o'zi. Ya bo'lmaydi, uniki andaq qilamiz degan nima u? Kalimat haqqun yuqori yuradi bi botil degan Ali roziyallohu anhu mashhur so'zi bor. Men bundan iborat, qanun o'tirib faqat parakan kelib, ittifoqsiz qilish, mushlar bearam qilishdan iborat bo'lgan narsani qilishdan iborat. Unda vodiki sadiq fitrniki o'zida. Sadiq fitrniki asho yilqi o'zida desam bo'ladi. Lekin hikmatga eng uyg'uni mana qimmatini deyish. Hamda qimmatda aslida bu yerda belki vaqt o'zida bir kunduz, ya'ni bayram bir kun bo'ldi, bu Qurbon Ramazon bayrami. Shu kunniki o'zida u odamniki qo'sil qancha pul to'ladi. Pulda mana to'ydi. Biz hammamiz bilamiz yashayotgan yani o'zida. Aytganda manchpul bir odam normalda 3 vaqt yemek yeydi. 4 vaqt yemaydi. Mana aytgan yeygan yemek manchpul normal biz bilamiz. Tushli yegan ma'u, kechki yegan ma'u. Men o'zimiz oshxonaga kirib, mesela yemek yeb qolsak, o'chalik o'zida bu qancha pul to'xtaydi. Mana shu narsaga odam shuni ko'p berishi kerak. Shuning uchun shu sadaqa fitrniki o'zini shu mayani manchpul deb berkatsa, az deb qo'yishning sababi shu. Ammo uni jiq berib qolsa, o'chada ya bir hassa, ikki hassa jiq bersa, o'chada yaxshi, unday obdan. Eng to'g'ri shu degan gap. Shuning uchun bu sadaqa fitrini xalq qo'shish qilish, ham Allohning rizoligiga erishish, shuningdek Ramazon jarayonida o'tib qolgan ba'zi bir xatoliklarning o'zini, mana uni tuzish, kafarat qilish uchun berilgan nima o sadaqa fitri bundan iborat. Endi sadaqa fitriniki mana bu vaqti nimadir? Vaqtini Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamniki sadaqa fitriniki vojib bo'lgan sabab shu bayram namozini men at o'qiymiz. Biz at o'qiymiz degan vaqt o'zida bayram namozidan burun shu kunniki tong otgan. Tong otgan vaqtdan boshlab namozni o'qigan orliq mana shu vaqtni o'zi berish kerak. Bu asli bu yerda vojib bo'ladi. Ammo ulamolarimiz shu badaniy ibodat bo'lgandiki buni qarta ba'zi ulamarimizning o'zi mana u vaqtdan burun basachu bo'ldi deydi. Burun chunki bu yerda aldirash bir odamning buyrug'iniki o'zini ham uning ustiga u odamniki ayol qancha odamga berdiganligi muayyan hukmnish bo'lgan. Unda o'ziga Allah tarmoqi buyurgandiki buyurma ishtirak qilmaydi. İbadet mali bo'lgandiki o'shan o'zida ba'zida deydi Ramazondagi 5 kun burun bas bo'ladi. Endi biz deydi Ramazondagi yerimidan boshlab bas bo'ladi. Endi biz Ramazondagi 5-dan basa bo'ladi deydi. Ammo Ramazondagi oldida bas o'tsa ba'zida bo'ladi, ba'zida bo'lmaydi deydi. Eng yaxshisi Ramazondagi oxirida berish kerak. Ya'ni erta men namoz o'qiyman deb namoz o'qib chiqib qolgan vaqt o'zida tong otgandan keyin namoz o'qish jarayoni orliqda bersak eng yaxshi vaqt uchun shu. Ammo undan mana burun bersak ehtiyoj qilibdi yo zo'rlik qilibdi, o'chanizda beradigan ish qilibdi, o'chanizda bersak umuman nima bo'ladi? O'chanizda durustcha bo'ladi. Endi sadaqa fitrniki o'zini bir odam masalan vaqti berolmabdi. Vaqti berabisa Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamning yuqori hadis deganda bu bir xayr ish bo'lib qoladi. Shuna bo'lsa ulamolarimiz men buningda yine boshqa hadislarniki nemisida ulamolarimiz shunday deydiki, agar u odam berolsa shu namoz chiqishdi burun namoz kim bervasi bo'ladi. Chunki bu ibodat mali o'g'oni gadinda kelib qoladi. Hamon shu berish kerak, so'zmasi kerak deb mushtaqchi unga bekdi. Xo'sh, unda o'g'andikin meni ba'zi ulamolarimiz tafi Imom Azam rahmatullohi alayhi hattoki sadaqa fitrniki o'zini bir kun, 2 kun dedik yoki Imom Azam deydiki 2 oy burun bervasin bo'ladi. Masalan, Ramazondan burun Sha'baldan burun Rajab oyiniki o'zida bir ya bo'lib ketdi, 3 oy o'zida meni ba'sahning bo'ladi, durustchi bo'ladi deydi.
Endi ba'zi ulamolarimiz bayramdagi kundagi o'zidan kechiktirish bo'lmaydi deb qaraydi. İmam Ahmad ham shunday deb qaraydi ekan. Uning ustiga ba'zi ulamolarimiz buni kechiktirishniki o'zi vaqt oshib olganlikdan ig'ir gunoh bo'ladi. Chunki vaqti chikatgan bo'ladi deb bunday nima bo'ladi u qaraydi. Endi sadiq fitrniki o'zini beradigan yer qal. Yani masraf deymiz. Sadiq fitrni beradigan yer urun. Qur'oni Karimda zakotni nega berishniki o'zini Qur'oni Karim bergan. U qavul 8 o'rin. Shu 8 o'rinniki qaysi birisiga bersak, uchanimizni bo'laveradi. İnnema sadaqatu lil fuqara ve masakin. Zakat mana fakir, miskin, zakatı yig'ib va tortgan kishilar, qazdor, muallafati qulub, shuningdek Alloh yo'lida jihad qilgan Ibn Sabil deganida mana qazdor qilgan. Men mushu 8 turlik o'rinlarga men Alloh taolo o'zi bevosita Qur'oni Karimda bergan zakotniki o'zini men mushaga bersiz deb aytgan. Men mushaga bersiz deb aytgandan keyin shu qatorda sadiq fitrniki o'zi bir zakot. Zakat bo'lganda bu 8 o'rinniki qayerga bersak, men g'arib beramiz, miskin beramizmi, faqir beramizmi, zakot yig'imiz deb ishlayotgan mushundaq organlarga davlat bo'lsa shunday bo'ldi bir tarmoq men idora bo'ldi ayrim masalan davlat moliya idorasida shu moliya idorasidagi yoki boj yig'ilgan yoki taqdirgan sotsial men yordamlashma degandek ijtimoiy yordam nima guruh idora bo'ldi. Ham bir yer yig'ildi, bir yer o'zi endi bu ikki taraf bo'ldi ishlayotgan odamning o'zi. Men mushu odamlarning o'ziga zakotni shartu maoshga men ishlatgan yerga qarta bu yer ishlasa chu bo'ldi. Bu 3 birisiga andikin qazd. Men qazo bo'lib ketdi. Yana birisiga u odamning o'zi mana muallafati qilib mana u odamning o'zi u odamni islom diniga dilini ya qalbini moyil qilish. Yoki u odamning o'zi islom dinini musulmonlar ziyon kelib qolgan uni mudofaa qilish. Endi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamniki zamoni Bubati Umar roziyallohu anhu zamonida kelgan vaqt o'zida bu amalda qoldi. Chunki yo islom dini rasmiy shavkat, rasmiy eng yuqori darajaga yetgan bo'lgandan keyin kuchliq yo musulmon bo'lsangiz, yo bo'lmaydi nimani bersangiz, qilishda gazingiz kesimiz yoki bizga uchanda jiziy versiz, ya boj versiz deb mushtoq uchun paketgan. Ammo keyingi davrning o'zida ya'ni bizdagi hozirgi mana islom musulmonlarga men mushtoq zarar qiladigan bir kishilar ko'p bor. Mana kofirlar bor, uni shu yuzida hech bo'lmasa musulmonlarni ziyon qilmasin, men to'sang'im qilmasin deb bu joyimizda uni biz ko'zimiz yetsa, men jamoat bo'lsa, yo davlat bo'lsa islom davlat, yo bir jamoat bo'libdi, yoki mashhur bir olim ulamo bo'libdi, navada shu orqali bu joyimiz bersa, u islom dinining namoyon qon bo'lgandan keyin, vakil bo'lgandan keyin u joyimizda u uni bagi bo'ldi. Eng bir sonidagi Ibn Sabil, eng bir sonidagi fi sabil Allah yolunda ish qilayotganlar, Allah yolunda jihad qilayotganlar, Allah yolunda o'zida ba'zi ulamolarimizni deyishicha, mana haj berib, hajdan u odam haj qilish jarayonida bir narsa o'g'ri berib, pul-molni olib qolgan. Yo bo'lmaydi, yana bir ulamolarimizning ko'z qarashicha Allah yolunda jihad qilaman deb, shu orqali jihad g'azab yo'liga chiqqanlarga meni beramiz deb qaraydi. Ya'ni demak, sadiq fitrdagi bo'lgan o'rni shu 8 turlik o'rin. Uni sharchup beramiz. Endi berishda mana o'zimizga ixtiyor. Aslida bu zakotning o'zi sabitning o'zinimi? Har odam o'zi ayrim bermaydi. Davlatimiz o'g'amasa va amilin alayha sharchup beradi. Aslida davlat xodimlar evatib bir odamning qilishga qilib, o'sha tutib oliblar, shu balni yig'ib akib qilgan. Taqdilanim shu taqdidir. Bu ibodatni o'zi shaxsiy bir odam qilishga bo'lmaydi. Payg'ambarimiz zamonida ta bir qancha asr shunday bo'lgan. Ama hali İslami devlet yok. Bu muğanlık hada kıldı. Aslında İslami devletteki işte organlar olandaki şu organlara ilişkisi. Şahsi adam bunu beğenmez ki. Çünkü o zakattaki üzü. Ben zakat dersi tıkıcık değildi. Hem de zakat degen 100 koy, 2 koy. 2 koy bu o adamdaki hiç kalan vaktdeki üzü de o adamdaki nemisçi emez. Men o adamdaki haqqı emas. Mana bu narsadagi o'zi shu odamniki
Mana o adamniki mana u adamniki emas. U zakatning o'zi 2,5 koy, 2,5 lira, 2,5 dollar. Mana u g'arb miskinniki haqqi. Bu adam o'ziniki mulkida men deb uni manfaat oladigan, uni obro' nima qilaman deb o'ziga nima qilsa bo'lmaydi. U xalqniki haqqi. Shuning uchun bunda bir sharoitning o'zida u xalqning haqqi bo'lganligi shu jamoatga yoki organga shu orqali ulutchu taqassun deb islom dinimiz mushtaqchu deydi. Unda o'niki biz sadiq fitrniki o'zini men shu 8 urug'larniki o'ziga bu yerga nima qilamiz, u yerga beramiz. Endi 8 urug'ni qayerga beramiz degan vaqtning o'zida o'chamizda shu o'zimizga yashayotgan amaliy ahvolga qarab shu bersak bo'ladi. Masalan, bo'lib jamoatimiz shu ishni qilayotgan shu organlarga berganimiz yaxshi. Chunki bu jamoat bersak organga o'chamizda bizniki umumiy jihatdan o'chamizda bizniki obro' va inovat bo'ladi. O'cham ko'tarimiz siyosiy, mana siyosiy ilmimiz bo'ladi, siyosiy bir maydon, siyosiy bir huquq yo'lida obro' inovat. Her adam o'zi bulun qushqoq qilsa nima bo'ladi o'chamizda o'zida? Dinimiz mushta bir dil o'xshaydi deydi qolmamdi o'chamiz. Unda jamoat kuchlansa, organ, jamiyat kuchlansa o'chamizda hammamizga foyda. Ammo bu qilish kerak. Mana bu shu. Unda o'ldiki bu zakatdagi o'zimizdagi yashayotgan shu yerga amaliy ahvolga qarab qayar muhim shaychu berish kerak. Endi yeni sadaqadagi o'zi adam o'zi yakın taşışı. Sabit bitirmiş şu, özlüğün yakın tutkanları, özlüğün onundaki koşulları, onundaki özlüğü dairesindeki cütleri, bu şekilde ben muşlak çok keyifli çok mandım. Ese bu zakatı takat kavaklıcıda takattan orun, vel amilin aleyya diyen orundaki özü ben muşlaktan bulduğunu bektir. Ondan olanıken biz zakat fitrini takat kavaklıcıda ben muş işlağını yapılışımız gerek, dikkat çok, kılışımız çok gerek. Endi sadiq fitrning o'zini u odam bermabdi. Ammo buniki vojib ekanligini bilib turib, u odam uni bermagan bo'lsa, o'chani o'zida bu ig'ir gunohchi bo'ladi. Asl buni qat'iy berish kerak. Hammamizni Alloh taolo mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnati bo'yicha haqiqiy taqvo, muttaqi, mujohid, solih mana kishilarni qilsin. Hammamizning gunohini Alloh taolo afv qilsin. Bizdagi hozirgi darsimiz men mushahid bo'ldi. Eng bir dars bilan ko'rishni Alloh omonat وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.